Tekin killar. Nimaga bratani? Tuzingizlar, charchamaslar ishlar bilan. Qani kimlar bor bu tomonda? Brat, odam. Brat, urolmagangizni qarang, o'zi 100 ming o'ynayapman. Brat, sherik keldi-yu. Shiraz David qilamiz bu bratni. Nariga bratni kutib olamiz. Brat. Bismillahirrohmanirrohim. Brat, Drabashkada urolmagangizni qarang. Qanday o'yinchisiz siz Drabashkada o'ynay olmasangiz? Haligi joydan zo'rg'a qochib aptech ko'rib o'tirsam, mana u bratimiz qaytdandir kelib qoldi. Keyin bu bratni ham qo'llab jo'natib yubordim. Ketdi. Resaka tomondan o'zimga o'shin katta odamlar kelyapti. Ular bilan solishamiz mahbuga dinlading. Nimaga bu bratni basharasi boshqacha ekan? Qoch o'lasan hozir. Qoch o'lasan. Ana aytdim-a, bilat. Endi qo'rlaydi bu bratlar. Qochish kerak. Voydod tavba qildim bratlar, uzr qaytib kelmayman yo'llaringga. Qo'yib yuboringlar meni. Bu bratlar o'zbeklardan ham battar ekan, yomon qo'rlayapti. Bilat kirib aptech ko'ra olmasam, bilat holimiz chatoq. O'lib ketmasam bo'ldi-da, ish qilib. Kir ichkariga o'lib ketamiz. Bilat ichiga ham o'targan. Ish qilib aptechga urib olarlar. Tezlashkin. Ana ikkinchini urib qo'ydi o'zi. Qochish kerak deb bu yerdan hozir meni ham urib qo'yadi-da bular. Voydod! Videoni oxirigacha ko'rganmisiz, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shu video 10 mingta like yig'sa, videoning davomini chiqazaman.